Salam, suyumlik dostum. Keşlikiniz hayırlik bolsun. Anlavatqınınız Nijat FM. Bugün men sizge oldi bilan bundaq bir qisqa hikoyani so'zlab bermoqchiman. Bir qarg'u odam bor bo'lib, u boshqalarning rang haqida bas munozara qilganini anglagan amon o'zining aqlliqligini ko'z qilib tang gapga aralashir ekan. Boshqalar uningga siz rangni ko'rmagan bo'lgandan keyin bizning paringimizga aralashmasangizmi bo'ladi desa, qarg'u qoyil bo'lmay, men rangni ko'rmaganligim uchunla uning qandoqligini bilmamdim. Bu bilgili bo'lmag'idek ancha sirliq narsa emas-ku. Rang degan ochiq emas, balki tatliq narsa debdi. Ko'pchilikning pixildab kulganini anglagan qarg'u darhol gapini o'zgartib, "Yo'q, u to'rtchas emas, yumaloq" debdi. Bu gapni anglagan ko'pchilik oxiri ovozni qo'yib yetib kulib sapdi. Buningga qattiq norozi bo'lgan qarg'u darhol qo'shimcha qilib, "Yoki bo'lmasa qattiq emas, yumshoq" debdi. Ko'pchilik texmi bak kulishib ketibdi. Qarg'u ochig'i kelganidan vaqirab, "Unda bo'lsa xushbiroq emas, sesiq" debdi. Ko'pchilik bu qitim o'zini tutib ololmay, uchaylari uzilgidek kulishibdi. Qarg'u to'satdan, "Endi bildim. Aslida u nihoyat chiroyli, jaronliq oldigan narsagan" debdi. Shunaq do'stim. Mavzuning tekshirib tadqiq qilmagan kishining fikr qilish huquqi yo'q degan edi. Haqiqatanmi, amaliyotni tekshirib boqmagan, ish hadislarni o'z tajribasidan o'tkazmagan kishi u vaqtda fikr qilsa, olijo'qa bema'ni gaplarni qilib silishi mumkin. Bilmay turib har qanday ish masalaga yolg'on bilimdonlik qilib fikr qatmang. O'zingizga noaniq bo'lgan masalalarda amal bor sukut qiling. Bildiganlarning fikr mulohazalarini anglab beqing hamda o'rganib oling. Bilmaslik hargizmi o'yiladigan, nomus qiladigan ish emas. Yolg'on bilimdorlik bilmaslikdan natijasi ig'ir oqibat keltirdi. Bizda chala tebib odam o'ldirar deydigan hikmat bor. Haqiqatanmi bilmaydigan turug'liq boshqalarga ish o'g'itaman deydigan inson oqni qara, qarni oq deb kishilarni xato yo'lga boshlab etishi yoki bo'lmasa o'zi kulgiga qilishi mumkin. Sho'ng do'stim, har qanday ishda oldiraqsanliqimni sanamay turib 8 dima. Chunki hayotlikdagi nurg'un ishlar siz bilmaginingizdak emas, balki siz men tamoman bilaman deb o'ylaganingizdak bo'lmasligi mumkin. Albuki biz ba'zi chog'larda atrofimizdagilarning oldida o'zimizning ko'pni ko'rgan, ko'pni anglaganligimizni bildirish uchun taqdim-bag'dan anglab olganlarimizni tikib qarashtirib, nihoyat ishonchli bir xabar qilishga urinamiz. To'lima afsus, biz o'ylamaymizki, bizning asossizlam, poksizlik qilgan mana shu so'zlarimiz so'zi bulung'ichiga bo'hton bo'lib chaplanib, uning izzat obro'yiga, shaxsiyatiga, turmushiga ajoyib ig'ir oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Demak, biz oqibatini o'ylashmayli qilgan mushu so'zlarimiz tufaylidan bir kishini bilib bilmayla tuhmat qurboniga aylantirmaymiz. Hamda o'zimizmi tabiiyla bu jinoyatni, bu nachar qilmishning sababchisiga aylanib qolamiz. Sho'ng do'stim, bilmaganlaringizga so'zlamang. Bilgan taqdirdami o'ylanib so'zlang. Chunki ko'p vaqtlarda biz demaganlarimiz uchun pushaymon qildik emas, balki oldirab deb qo'yganlarimiz uchun pushaymon yavatimiz. Xo'sh, hurmatli do'stim, endi orom oldigan minutlar yetib keldi. Eng oxirida sizning bu mazmunlarni yoqtirgan bo'lsangiz, do'stlar chambarkangizda hambarlab qo'yishingizni umid qilaman. Bo'ldi, unda bo'lsa yana davomli sizga shirin tushlarni tilayman. Yaxshi tush ko'ring. Xayrli kash.